hamma hiplari, yig'ilgan musorlari va boshqa zararli narsalari mana shundan chiqib ketadi. Ko'pchilik mana shunaqa kofe mashinasini ustaga olib borib 100 ming, 200 ming so'mga tozaltib yurgan ekan. Men hozir sizlarga buni tekinga o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib atyorka yordamida bo'shatib olamiz. Va kir bosib yotgan mana shunaqa nasatkasi tushib keladi. Hamma kofe mashinasida mana shunaqa o'zini par funksiyasi bor. O'shani 30 soniya davomida bosib turamiz. O'zimning har bitta knopkasi o'zi yonib o'chib qoladi, migatib qoladi. Shundan keyin biz bitta parni yoqib, suv tushiradigan joyini tozalab olsak bo'ladi. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerdan hammasi kir suv tushyapti. Uni esa o'chirsak, bu yoqdan ham o'zi suv tushadi. Hamma hiplari, yig'ilgan musorlari va boshqa har xil zararli narsalar mana shundan chiqib ketadi. Mana ko'rishinglar mumkin, mana shu kir suv shu kofe mashinaning ichidan chiqdi. Sizlar ham bir oyda bir marta xuddi shunaqa qilib tursanglar, kofe mashinangizda 10 yil xizmat qiladi. Shunaqa foydali layf haklarni o'tkazib olmaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying.